Leksiyalarımızı davamlaştırmamız hürmetli vatandaş. Endiki mavzumunda advokat axbarat e'lon qilish yig'inida urush e'lon qildi. Beijing raqobatchisi xato tanladi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 12 oyning 3-kuni Jungo nazar tor betida e'lon qilindi va xabar bunday boshlandi. 12 oyning 2-kuni Linwood, Sandy Powell, bular hozir saylan masalasi bo'yicha advokatlik qilayotgan advokatlar. Bunun içinde Linwood, Prezident Trump'ның advokati. Qatarlıq nopozluq advokatlar Georgia ştatı Alparatta şəhrində bir bağçıda aldamçılıqni to'xtatib, erkinlikni qo'g'dayli axborot e'lon qilish yig'inida Jungo partiyasi Amerikada cho'ng saylamni kontrol qildi deb ko'rsatdi va vatanparvarlar o'rninglardan dast turib, vatanni qo'g'danglar deb davladi. Axborot e'lon qilish yig'ini Amerikaning davlat marshini o'qish bilan boshlandi. Arkadaşlar yığın qatnaşqan amma yana xalq Amerika deb davladi. Advokat Linwood yığında birinchi bo'lib nutq so'zildi. O tasvirlab hozirgi Amerika tarixning halqiliq paytida turibdi. 1776-yili mustaqillik urushidan eg'ar bir davrda turibdi deb ko'rsatdi. Amerika yana bir qatam 1776-yildagi mustaqillik davriga yetib keldi, yoki qaytib keldi. Sizlar bizning erkinligimizni tartib ola olmaysizlar. Bu Jungoga qartib aytilyapti. Biz erkinlik uchun urush qilamiz. Biz bu yerda bizning uchurimizni e'lon qilamiz. Biz Beijingga shundoq aytib qo'yaylikki, sizlarning bizning davlatimizni egallab elishinglarga yo'l qo'ymaymiz. Bizning vatanni qo'g'dishimiz ostida sizlar maqsadga yetolmaysizlar. Bu davlat Amerika. Sizlar raqibni xato tanladinglar. Amerika yana bir qatam 1776-yildagi mustaqillik urushi davriga yetib keldi, yoki qaytib keldi. Biz erkinlik uchun jang qilamiz. Advokat Linwood mundaq ko'rsatdi. 1-oyning 20-kuni Prezident Trump cho'qim yangi vazifaga o'tirdi. Mo'shu yerga to'plangan barliq kishilarga rahmat aytaman. Men bilaman, sizlar bu yerda vataninglar Amerikani qizg'in suysizlar. Sizlar bu yerda Donald Trumpni yaxshi ko'rasizlar. Donald Trumpmi sizlarni yaxshi ko'radi. Sizlar bu yerda bizning xalqimiz uchun ularning saylam biletini o'g'irlab ketishiga yo'l qo'ymaysizlar. Biz ularning bizning erkinligimizni o'g'irlab ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Her bir septe içip taşlanıdı. Her bir sepsete geçirinler içip taşlanıdı. 2021 yıl 1-oyning 20-kuni Donald Trump qasam berib Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bo'ldi. Dedi advokat Linwood. Sobiq federatsiyalik taftish amaldori bo'lgan advokat Sandy Powell yig'lab turib mundaq nutq so'zladi. Anlıqçılarına qattiq ta'sirlandirdi. Dil vaqtidor. Vatanimizda har bir vatanparvar o'rnidan dast turish kerak. Ular ovozni anglatish kerak. Hukumat xizmatidagi har bir mulozim sizlar uchun xizmat qiladi. Sizlar ular uchun bosh topshirasizlar. Sizlarning o'zinglar xohlagan kishini tanlab olash huquqinglar bor. Devamını anlayış, hürmetli vatandaşım.